DTMdan parametrli chiziqli tenglamaga taalluqli bo'lgan test A ning qanday qiymatlarda berilgan tenglama cheks ko'p yechimga ega. Tenglamani yechishga o'tamiz. Birinchi qiladigan ishimiz o'zgaruvchi qatnashgan qismli hammasini, bu tomonda ham bu tomondagilikni hammasini, ya'ni bu tarafga, chap tarafga o'tkazamiz. Parametr qatnashgan va o'zgarmas son qatnashgan qismini o'ng tarafga o'tkazamiz. Ya'ni AX bo'ladi -4A minus 3x qavz ochyapmiz minus 3 teng bo'ldi minus 6x plus a kvadrat. Ax o'zini yozaman. Minus 3x bor, bu yerda minus 6x. Minus 6x chap tarafga plus bo'lib o'tadi. O'tgandan keyin plus 3x qoladi. Ya'ni plus 6x bo'lib o'tgandan keyin minus 6x bilan plus 3x qoladi. A kvadrat o'zini yozaman. Minus 4a plus bo'lib o'tadi. 4a plus bo'lib o'tadi o'ng tarafga. Plus 3 bo'lib o'tadi minus 3 ham o'ng tarafga. Endi x qavzdan chiqarsam a plus 3 qoladi. Tenglik belgisi. A kvadrat plus 4a plus 3 ni ikkita qavzga ajrataman. Bu a plus 3 a plus 1 bo'ladi. Ya'ni 3 karra 1 3, 3 ga 1 qo'ysam 4. Ya'ni Viet teoremasiga asosan ko'paytuvchilarga ajratdim. Endi qachon tenglama chiziqli tenglama cheks ko'p yechimga ega bo'ladi? Agar tenglamani yechgandan keyin ikki tarafida o'zgarmas o'zaro teng sonlar hosil bo'lsa yoki 2 yoki teng 2 yoki 0 teng 0 bo'lib qolsa, bunda tenglama cheks ko'p yechimga ega bo'ladi. Ya'ni o'zgaruvchi yo'q bo'lib qolib tenglikki ikki tarafida bir xil son, o'zgarmas son bo'lib qolsa, tenglama cheks ko'p yechimga ega bo'ladi. Endi tenglamamiz cheks ko'p yechimga ega bo'lishi uchun bu yerda a ni o'rniga biza minus 3 qo'ysak, minus 3 qo'yganimizda minus 3 bo'lsa, x ko'paytiruv 0 bo'lib qoladi. Chap tarafi tenglikdan bu tomoni, ya'ni o'ng tarafi ham minus 3 qo'ysak a ni o'rniga 0 bo'ladi. Bu minus 3 plus 3 ko'paytmasi yig'indisi 0 bo'lib qoladi. Ko'paytiruv minus 3 qo'ysak minus 2 bo'ladi. Demak, bu 0 teng 0 o'rinli bo'lib qoladi. Demak, a'imiz teng minus 3 bo'lganda berilgan tenglamamiz cheks ko'p yechimga ega ekan. Berilgan testimiz javobi C. Bu test professional birinchi qismida olindi.